Bundan ro'para 5 yil muqaddam O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qaroriga asosan bizda akademiya tashkil etilgan. O'sha qarorda akademiyaning maqsad va vazifalari aniq qilib ko'rsatilgan. Shulardagi asosiy topshiriq bu ilmiy tadqiqotlarga qaratilgan. Chunki ilmiy tadqiqotsiz har qanday sohaning kelajagini rivojlantirib bo'lmaydi. Shu maqsadda akademiyamizda ilmiy tadqiqot ishlariga e'tibor nihoyatda kuchaydi. Mana bu hozir o'tkazilgan anjuman ham bu xalqaro miqyosda bo'lyapti. Bu tadbirda juda ko'p mamlakatlardan mana professor o'qituvchilar qatnashishdi, olimlarimiz ma'ruza qilishdi. Turli tillarda savol-javoblar, muzokaralar bo'lib o'tyapti. Bizning akademiyamizda bunday tadbirlar faqat konferensiya o'tkazish bilan emas, balki bevosita ta'lim-tarbiya jarayoniga ilmiy faoliyatni qo'llash bilan bog'liq. Jumladan bizda hozirgacha mana doktorantura joriy qilindi. Biz xoreografiya san'ati bo'yicha doktorantlar qabul qila boshladik. Ayni paytda akademiyamizda shu ilmiy tadqiqotni rivojlantirish maqsadida maxsus ilmiy jurnal tashkil etildi. Nafosat olami deb nomlangan ushbu jurnal bugungi kunda o'z tinglovchilariga, kitobxonlariga ega. Shu boisdan ham u O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ro'yxatiga kiritilgan. Ayni paytda bizda talabalarga o'sha ilmni singdirish, ularni shu raqs san'atiga qiziqtirish bo'yicha ham bir turkum ishlar olib borilyapti. Mana bugungi anjumanimizning asosiy maqsadlaridan biri ham mana shu o'zbek milliy san'atini dunyo tamaddunidagi o'rni, bir-biriga o'zaro ta'siri va ayni paytda o'sha xalqlarni, millatlarni birlashtiruvchi asosiy fenomen sifatidagi rolini ko'rsatib berishdir.